Assalomu alaykum. Bugun sizlarga mazali xasibxona retseptini o'rgataman. Ishni piyoz to'g'rashdan boshlaymiz. Qozonga yog' solib, piyoz bilan tomatni qovurib olamiz. 3 qoshiq tomat solamiz. Yaxshilab qovurib olib, suv solamiz. Tabga ko'ra tuz va shakar solamiz. Xasibxonaga mana guruch, piyoz, qiyma, keyin ziravorlar, tuz ziravorlarni solamiz. Tuz, ziravor, Qiymani yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamir retseptini kommentariyga qoldiraman. Xasibxonamni tugib, qasqonni yog'lab, birin-ketin terib olamiz. Ustini yog'lab, gazga 45 minutga qo'yib yuboramiz. Xasibxonam retseptini kommentariyga qoldiraman. bismillah. Ichini ko'rsatay sizlarga. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiskalarni bang'illab tuting.